Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun biz yana bir kichkinagina katak yasadik. Chiroqlar chiqdi, boshqa bo'lishang ilinib yana videoga tashlab qo'yapmiz. Qiziqqanlar bo'lsa, mana shu katagimiz uzunligi 1.20, eni 80, bo'yi xo'sh 1 metrda endi uchburchakning hisobiga. 2 dona yo 4 dona, 4 dona tovuqqa qiyinroq, 3 dona tovuqqa, ikkita bir xo'roz, ikkita makonga juda bopda bo'lgan. Ana yashiga mana yonda mana xumaloq joyi mavjud bo'lgan, buni ham xonasi chiroqli bo'lib turgan. Mana qo'rqitsa bo'laveradi. Hali havas qilman odamlarga bo'lsa, haligi qo'yib qo'yib tomosha qilaman deganlarga juda bopda katay bo'lgan. Qiziqqanlar bo'lsa, bunimiz narxini 400 ming so'm. Endi bu yonda hozir pastida turibman 200 ming so'm, 250 ming so'm. Bu yon katagimiz 250 ming so'm. Jo'ja katagimiz 200 ming so'm. Bu ham tovuqqa 300 ming so'm, 250 ming so'm. Kapital uya 6 xonali, tevada nimasi ham bor yana. Bitta juplash mavjud. 400 ming so'm bunimiz. Mana endi uzunligi 2 metr, eni 80 katagimiz bor. Bunimiz 600 ming so'm. Undan keyingi 80 2 metrlik 500 ming so'm. Endi oxirida eng ko'rkam, eng chiroqligimiz turibdi. Uzunligi 2 metr, eni 91, bo'yi 1 metr. Buni ham o'sha xuddi o'shanaqa har doimgidek xumaloq joylari mavjud. Buni ham qo'llari baquvvat bo'lgan, teginalari ham yo'g'i joyida. Mana bir qator ochishtirib ko'rsatib ko'ramiz. Eshigi ham kattagina bo'lgan. Buni ham o'sha mana bu yerda xumaloq joyi bor. Ko'rkam chiroqli turgan. Endi adresimizga kelsak, Farg'ona viloyat Yozyovon tuman Toshqo'z qishloq Shabbodi 108 93 536 16 11 telefon raqamimiz. Telegramimizda shunda. Murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.